Agar oxirgi 10 kunligi kelganda Ramazonni deydilar. Sahobalar aytadilar, payg'ambar alayhissalatu vasallam avvalgi 20 kunlikdan ham ibodatda yana jo'shardilar. Balkim o'sha hatto nimalarini, shalvarlarini ipini qattiq bog'lardi. Ma'nosiki bu ulamolar aytadilarki, onalarimizga ham yaqinlik qilmasdilar. E'tikof qilardilar. Demak, bu yoqdan bilinadi. Rasulullohning har amallari, har Ramazondagi sunnatlari mana shu edi. Oxirgi 10 kunliklarida kechalari uxlamas edilar. Bundan biladilar sahobalar, demak, Laylatul Qadr payg'ambar alayhissalatu vasallam bilganlarmi? Bilganlar. Demak, o'shanda bo'ladi deya har birimiz mana bu 10 kunlikni g'animat bilaylik. Endi bunda bilingda. Siz shuni biling. 2 rakat agar namoz o'qib qolsangiz, bilasizmi, 2 rakat namozingizning hisobi nima bo'ladi? 2 rakat namozingizni o'sha ajr savobda siz nima qilasiz? 83 yildan oshiq 2 rakat namoz o'qigan bo'lasiz. 83 yildan ko'p sajda qilgan bo'lasiz. Oshiq deyapman sizga. Bitta subhanalloh deganligingiz 83 yillikka tatiydi va ziyoda. 83 yillikka. Bir o'qigan oyat Qur'onni o'qib qoling. Bu kechalarda Qur'on o'qib qoling. Xo'p, nima qilinadi Laylatul Qadrda deyilsa, zikri, duolar, iltijolar qilinadi. Butun solih amallar qilinadi. O'shanda bitta o'qigan oyatingiz siz uning ajrini 83 yildan ko'p, 84 yil uni ajrini Alloh taoloning huzurida topasiz. Agar biringiz borib ota-onangizni yuziga tabassum qilib, qo'llarini o'pib, yuzingizga sursangiz bilasizmi nima bo'ladi? Siz 84 yillik ota-onaga qilgan hurmat, ajr, savob mukofotiga ega bo'lasiz. Biringiz mana shu qadr kechalarida agar zakot bersangiz bo'ladi. Nima bo'ladi bilasizmi? Sadaqa qilsangiz, ihson chiqarsangiz faqir fuqarolarga 84 yil ihson, ajr, savobga ega bo'lasiz. Chunki bunda amallar shunday. Laylatul qadri khayrun min alfi shahri. Qarang, nafaqat 1000 yillik, 1000 yildan ham yaxshiroq dedi Parvardigor olam. 1000 yillikdan ham yaxshiroq dedi. Bu oyda, bu kunda, bu kechada shunday barakotlar borki, Alloh subhanahu va taolo birinchidan payg'ambar alayhissalatu vasallamning so'zlarida aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vasallam tilida aytdi. Rasulullohning so'zi Allohning so'zi. Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allohu akbar. Bu hajmi yo. Pul sarflamaysiz, mol sarflamaysiz. Borib avora bo'lib pasportingizga viza olib bilet puli olmaysiz, uchmaysiz hajga. Ka'bani tavof qilmaysizda, o'tirgan joyingizda, Toshkentingizda o'tirib, masjidingizda hajni savobini olib qo'ysangiz. Hajni savobi nima edi? Kayawmin waladatu ummuhu. Onadan yangi tug'ilgan chaqaloqday qaytarmadik hajga borsak, bunda ham shu va'da qilinyapti Rasulullohning so'zlari. Agarda kimda kim iymon bilan Allohga ishonib, inonib, Allohni sevib va ixlos bilan va buni ajri savobini Allohdan kutib, bir kecha o'sha qadr kechasi bo'lgan qadrni agar kutadigan bo'lsa, qadrda ibodat qiladigan bo'lsa, uning o'tgan jamiki gunohlari kechiriladi. Bir kechada ya shu darajada fazilatli kecha. Birinchidan bandalarga yer yuziga mana shu mukofot beriladi. Keyingisichi? Keyingisi itqum minan nar. Har kecha Rasulullohning so'zlarida aytdiki, Ramazon kechasidan hech bir kecha yo'qki, illa har birida Alloh taoloning fazli bilan bandalarini u do'zaxdan bo'ynini qutqazadi. Bandalarini har kechada Alloh taolo qutqazib turadi.